Tezkor xabar. 1-sentyabrdan gaz quyishda yangi tartib joriy etiladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Gazda harakatlanadigan avtomobil egalari uchun muhim o'zgarish kutilmoqda. Yangi tartibga ko'ra, ayrim avtomobillarga gaz quyishga ruxsat berilmaydi. Bu qaysi holatlarda amal qiladi? Hozir shu haqida bilib olasiz. Eng muhim tafsilotlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar mamlakatimizdagi dolzarb yangiliklarni birinchi bo'lib kuzatib borishni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling, hukumat qaroriga muvofiq 1-sentyabrdan boshlab hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmagan yoki texnik ko'rikdan o'tmagan avtomobillarga gaz quyish taqiqlanadi. Shuningdek, muddat o'tgan yoki belgilangan tartibda sinovdan o'tmagan gaz ballonlari o'rnatilgan transport vositalariga ham gaz berilmaydi. Yangi nazorat tizimi doirasida barcha gaz quyish shoxobchalariga maxsus aqlli kameralar o'rnatiladi. Ushbu kameralar avtomobilning davlat raqamini avtomatik tarzda o'qib, yagona elektron baza orqali uning hujjatlari va texnik holatini tekshiradi. Agar avtomobil talablariga javob bermasa yoki maxsus nazorat ro'yxatida bo'lsa, tizim gaz quyish jarayonini avtomatik ravishda bloklaydi. Ushbu tartib gaz ballonlari bilan bog'liq xavflarni kamaytirish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilmoqda. Bugungi xabarimiz shu yerda yakunlandi. Videoni ulashishni, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, keyingi tezkor xabarlarda ko'rishguncha